Assalomu alaykum hurmatli podpisчиклар, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hop, spalning naborimizni olib keldik joyiga. Hozir yig'ilmagan holatda turibdi mana. Bitta yig'ib sizlarga chiroyli bitta obzor qilamiz. Tomosha qilib turinglar. Xudo xolasa, yoqqan bo'lsa like, podpiska, samolyotcha, vertolyotcha qilib tashaverasizlar. Xudo xolasa, hammaga omad. Matraslarni ham joylab berdik. Ikki tomonlama mustahkam matrasdan, xudo xolasa umri uzoq bo'ladi. Inshaalloh mana ikki tomonga tombuchkalarni joylab berdik. Polni mexanizmlari, zavodchilik mexanizmlaridan qo'yilgan. Tombuchkalarga polkalarni ham qo'yib berganmiz. Boshlarini takoy yaxshi qilib berdik, yumshoqqina qilib. Hop, bu tomonimizda ko'rib turishingiz mumkin. Tremoyimizni ustanobga qilib berganmiz. Tumbalari ham o'ziga xos kattagina holatda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol, hop. Bitta 3 ta tortma tizib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 3 ta tortmamiz bor. Bekka mana 3 taga bo'lib tremomizni tortmalariga ham polka qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bu tomonimizga mana kattagina agromniy shkafimizni tushirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Dizaynlari ham o'ziga xos. Hop, o'rtada polkalar bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Stochlarimiz ham yo'lab qo'yishibdi. Yon tomonda vishilkalar bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Stochlarimiz yo'lab qo'yishgan. Tepaga bitta polka qilib berganmiz. Bu tomonimiz ham xuddi shu ko'rinishda. Mana ko'rishingiz mumkin. Tepaga polka, pastga vishilka qilib berganmiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli podpisчикlarimiz, kimga shunaqangi spal nabor yoki boshqa turdagi mebellar bo'lsa ham bemalol Mobilix sistemga aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha chiroyli va ko'rkam dizaynlarda ishlarni o'zingizlarga yoqadigan qilib, mana yaxshi materiallardan qilib berishga inshaalloh harakat qilamiz. Ishonchinglarni oqlash bizdan, podpiska qilib, chiroyli qo'llab-quvvatlash sizlardan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.